Bir kun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: Allohning 4 ta katta farishtasi Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom va Azroil alayhissalomlar kelishdi. Jabroil alayhissalom menga aytdiki: "Ya Rasululloh, ummatingizdan kim sizga kunda 10 marta salovat aytsa, erta qiyomat kunida uni qo'lidan tutib, Sirot ko'prigidan qushlar kabi uchirib o'tkazaman" dedi. Mikoil alayhissalom aytdiki: "Ey Nabiyulloh, men unga Kavsar hovuzidan chanqog'i qolgunicha ichiraman." Isrofil alayhissalom aytdiki: "Ey Nabiyulloh, u qulning kechirilishi uchun boshimni sajdaga qo'yaman. Alloh taoloni kechirmaguncha boshimni sajdadan ko'tarmayman" dedi. Azroil alayhissalom aytdilarki: "Sizga bir kunda 10 marta salovat aytganning ruhini payg'ambarlar kabi olaman." Buni eshitgan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom: "Bu qanday lutf yo Rabb, bu qanday ehson Allohim" dedilar. Sizlar ham bu video orqali ko'p insonlarni salovat aytishiga sababchi bo'ling. 40 yosh insonni joniga keladigan elchi debdilar. Qo'ng'iroq chalinadigan payt 40 yoshga kirdingmi, bilginki, endi qolgan umring oldingi umringdan ko'p emas. 10 kunlik safarga chiqqan odam 7-kuni samolyotga chipta oladi. Sovg'a salom olib orqaga qaytishga harakat qiladi. 40 yoshga yetdingmi, payg'ambarimizdan hadis borki, "Mani ummatimni o'rtacha yoshi 60 bilan 70 o'rtasida" deganlar. Endi qancha umring qoldi? Endi qolgan umringda Allohga duo qilishimiz kerak ekanki, Parvardigor, qancha umr bergan bo'lsang, otamga, onamga, menga bergan umringga men shukr qilay. Boshimga yaxshilik ham keldi, yomonlik ham keldi. Yaxshi kunlarni ham ko'rdim, yomon kunlarni ham ko'rdim. Bergan kunlaringga shukr qilaman. Endi qancha umrim qoldi? Qachon meni jonimni olasan? Omonatni qanaqa qilib olasan men bilmadim. Lekin qolgan umrimni yaxshi amallarni qilishga ilhomlantirgan. Ilhom bergin, men faqat yaxshi ishlar qilay, orqamdan yaxshi taassurotlar qolsin deb duo qilinglar. 90 yoshga kirgan, 80 yoshga kirgan odamni janozasini o'qiganinglarda hali menga boru, men yoshman demanglar. Xaridor kelgandan keyin iloji yo'q. Xaridor yosh tanlamaydi. Xaridor joy tanlamaydi. Xaridor vaqt tanlamaydi. Bu xaridor Hazrati Azroil alayhissalom. Kimga 80 da keladi, kimga 100 da, kimga 18, kimga 20. Xaridor kelgandan keyin 1 soat oldinga emas, 1 soat orqaga emas. Omonatni bermasdan ilojing yo'q. Lekin omonatni topshirganingdan keyin ham orqangdan yaxshi taassurotlar qolsin. Shunda voqealar bo'ladiki, bir xil insonlarni janozasini o'qiganda yig'lab o'qigan kunlarimiz bo'ldi. Shunda insonni bugun qaro yer bag'riga oladimi? Shunaqa odam qatorimizdan ketyaptimi? Lekin bir xil insonlar o'tibdi degan gapni eshitganimizda Alloh rahmat qilsin degani tining aylanmagan joylari bor. Qaraganda qilgan tavba bilan yoshlikda qilgan tavbaning o'rtasida katta farqi bor. Chunki qarilar iloji yo'qligidan ham endi u gunohni qila olmaydi. Aroq ichsa salomatchilik ko'tarmaydi, zinoga yaramaydi, qimorga ahli yetmaydi. Xullas, bu gunohlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoldi. Endi mana shu gunohlarni qilishlikka hamma imkoni bo'lib turib, tiyilayotgan yosh yigit shabun nashafi ibadati robbih dedi Rasululloh. Allohning arshini soyasida turadigan 7 ta toifani bittasi yoshligini Allohning ibodatini o'tkazgan yigit deyiladi.